Buxoriyning sahihlarida keladi, payg'ambarimizning yo'llarida bir ayol zikr qilindi. "Ya Rasululloh, bir ayol bor. Juda ham taqvodor. Kecha-yu kunduz ibodat qiladi, nafl namozlar o'qiydi, farz va nafl ro'zalar tutadi, xullas tuni bo'yi ibodatda. Zakot va ihsonlarni ham juda ko'p qiladi. Walakinnaha tu'si jaroha, lekin uning bir aybi bor. Odamlarga bilisaniha, tili bilan ozor beradi" deyishganda, Rasululloh fahiya fil nar dedilar. U ayol do'zaxiy dedi. Qani shuncha namoz va ro'za, zakot va ihson, qiynalib tutayotgan ro'zalari qani shunchasi? Hammasi kuyib ketdi. Tilingiz bilan birovga ozor berib qo'ysangiz, amallaringiz xavati bo'lib ketishligi mana shu hadisda bayon qilingan. Va shuni muqobilida boshqa bir ayol zikr qilindi. U ayol ham namozini o'qiydi, faqat farz ro'zalarini tutadi. Nafl ro'za tutmaydi, farz ro'za tutadi. Ihson ham qiladi, lekin juda kam. Haligi ayolchalik ko'p ihson qilmaydi, chunki sharoiti yo'q deganlarida Rasululloh fahiya fil jannat dedilar. U ayol jannatiy dedilar. Nimaga unaqa? Li'anna hala tu'si jaroha bilis